Xayrli kech hammaga. Yaxshimisizlar, sog'misizlar? Dushmanlarimiz haqida ko'rib beringizlar, dushmanlarimiz haqida ko'ringizlar deb rosa ko'p SMSlar kelgan ekan. O'sha uchun dushmanlarimiz haqida ko'ramiz. Qani vaziyati, ahvoli qanaqa ekan deb ko'ramiz. Keyin kommentariyalarda yozyapsizlar, faqat odamni kayfiyatini tushirib negativ bildirar ekansizda. Unaqa degan yozuvlar kelgan ekan kommentariyaga. Bitta gapda men o'zimdan qo'shib gapirmayapman, men follow chepman deb g'oyibona gapirmayapman ichimdan to'qib. Men kartada nima tushsa, odamlarning energiyasi tushgan kartaga o'chirimlar qilyapman. Bu yerda может u inson xato bo'layotgan bo'lishi mumkin, hammasi faqat negativ deb. Yo'q, lekin sizni hayotingizda o'sha narsalar borligi uchun bu kartada tushyapti. Agar siz hayotingizda o'sha narsa negativ narsa bo'lmaydigan bo'lsa, bu kartaga tushmasdi. Kerak bo'lsa hayotingizda negativ narsalar bo'lmaganda siz kartaga ehtiyoj ham sezmasdingiz, ko'rmasdingiz ham. Qiziqmasdingiz ham. Sizni hayotingizda muammo borki ko'ryapsiz, to'g'rimi? Energiyangizni yuboryapsiz kartalarga. O'sha uchun bu kartalarda ko'rsatyapti. Men o'zim ichimdan to'qib gapirmayapman bu narsani-da. Xo'p. Dushmanimizning holati qanaqa holatda, nimalar qilyapti? Xo'p, dushmanimizning bugungi holati qanday? Dushmanimiz bilasizmi, hozirgi holatda rosa siqilib qolgan, o'ylovlarda qolgan, nimalardandir hafsalasi pir bo'lib ketyapti. Yorug' kunlarim tugagan mani degandek holatlarda turibdi. Bu munosabatda 3 kishiliklar chiqyapti. 3 kishilik munosabatlar menimcha aksariyati ko'rayotganlar o'sha qanaydir bir kitob turibdi, nimalargadir bormoqchi bu inson yoki nimalardir qildirmoqchi bo'lib turibdi hayotida. Xuddiki men yengib chiqaman, men har qanaqa holat bilan, kerak bo'lsa o'qituvlar holatida ham men kerak bo'lsa yengib chiqaman degan qarorlarda turibdi bu inson. Bu inson rejalar qilyapti, puxta rejalar qilyapti va o'sha rejasi asosida birma-bir qadam tashlab, o'sha rejalarini birma-bir amalga oshirmoqchi bo'layotganligi ko'rinyapti bu insonni. Keyin bilasizmi, kimlargadir ikkiyuzlamachilik qilayotgan bo'lishi ham mumkin, yo bo'lmasa kimlargadir nimalarnidir qilish maqsadida o'zini foydasi yo'lida yo'lga chiqayotgan bo'lishi ham mumkin bu inson hozirda. Hozirda bu inson men kuchliman, men qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman deb turib, u bir nimalarni amalga oshirmoqchi bu inson hozirda. Oshiryapti ham kerak bo'lsa. Men kuchliman deyapti, albatta men jozibaliman deyapti. Bu inson chiroyiga yo bo'lmasa tashqi ko'rinishiga yoki nimasigadir ishonyapti bu inson. O'yin kulgu qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Holati juda ham yaxshi. Bu insonga yordam beruvchi insonlar bor atrofida. Lekin bilasizmi, qanaqadir rosa siqilib qolyapti-da bu inson. O'sha yordam beruvchi insonlari borligiga qaramasdan qanaqadir rejalari o'xshamayaptimi, qilayotgan ishlari samara bermayaptimi, o'sha qilayotgan ishlarini ham sarhisob qilgan holatda jiddiy siqilib qolayotganligi ko'rinyapti bu insonni. Lekin menimcha bu inson yoki ayol kishi bo'lsa homilador yoki bo'lmasa qanday homilador bo'lmoqchimi, rejasida bormi? Erkak kishi bo'lsa o'sha oilasida ayoli homiladorligi ko'rinyapti bu yerda. Endi o'ylayotgan bo'lishi mumkin, как будто men homiladorman, yorug' kunlarim keladi, ko'paysak degan ma'noda ham o'yin kulgu qilayotgan bo'lishi mumkin do'stlari bilan. Qanaqadir kimlargadir boryapti, kimlargadir nimalar dardlarini aytib beryapti bu inson. Nima deydi, his-tuyg'ularini aytib beryapti, tushuntirib beryapti bu inson. Keyin o'qituvlar qilyapti bu inson. Qanaqadir o'qituvlar, isitmalar qilayotganligi ko'rinyapti bu inson. Yo'lga chiqmoqchi bu inson. Qayoqqadir otlanib chiqmoqchi, bir rejalarni amalga oshirish maqsadida.
Xo'p, bilasizmi, rejalarni amalga oshirish maqsadida bu inson hech narsadan toymaydigan inson, rosa qat'iyatli va bir nima qarorga kelsa, o'sha qarordan qaytmaydigan inson bu. Bir erkak kishini nima desam, bir erkak kishini rejasida bir erkak kishi borda, bu xullas bu insonni rejasida erkak kishi bor. O'sha inson bilanda bu o'sha insonni tinch hayotini yashayotgan nimasini ko'ra olmayaptimi, yo bo'lmasa nima deydi, shunaqa nima deydi, ko'rolmovchilik, yana nima deydi, hasad dedim, hasad qilyaptimi, shunaqa holatlarda turgani ham ko'rinyapti. Bu inson ikkita yo'ldan bittasiga, ya'ni ketmoqchi, ya'ni qora ishlar qilish uchun yo'lga chiqyapti. Bu inson qanaqadir yaxshiliklar emas, qora ishlar, qora niyatlarni amalga oshirishga yo'lga chiqayotganligi ko'rinyapti bu insonda. Rejalar tuzib olgan, как будто men rejalarim o'xshaydi, nasib mening rejalarim o'xshaydi degan holatda bemalol xotirjam turibdi bu inson. Kimnidir yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rgan insonga erishish uchun bu inson har qanaqa yo'lni bosib o'tish uchun tayyorligini aytyapti. Bu inson rituallar qilyapti, qanaqadir bir nimalar qilib, o'qituvlar qilib, rituallar qilayotganligi ko'rinyapti bu insonda. Lekin bilasizmi, bu rituallari biroz jiddiy o'xshamayroq turibdi. Bu inson o'yin kulgularga, nimalarga berilganligi bilan, hozirda hayotida o'yin kulgu bo'lganligi bilan, bilasizmi, baribir tatimayapti, uncha tatimayotganligi ko'rinyapti bu insonga. Qanaqadir rejalari ish bermayotganligi sababmi, birozgina siqilishda turibdi, tatimayotganligi ko'rinyapti bu insonda. Sovuq kunlarda qolyapti, rejalari o'xshamayapti, rejalari borasida. Lekin bilasizmi, bu insonga rejalarni amalga oshirishda yordam berayotgan odamlar bor ekan. Ikkilanishlarda turibdi, qanaqadir rosa ikkilanishda turibdi, o'xshamayotganligi uchun rejalari. Bir kun o'xshaydi, albatta, baribir men yengib chiqaman degan qarorlarda turibdi. Xo'p, bu insonni qilgan yomonliklari, rejalari o'xshaydimi deb ko'ramiz. O'xshaydi, qilgan yomonligi ta'sir qilyapti. Keyin bilasizmi, bu inson homilador inson. Bu inson yoki homilador bo'lgan, yoki homilador inson tushdi bu yerda. Oldin ham tushgandi homiladorligi, bu ayol kishini, bu inson homilador inson yoki homilador bo'lmoqchi bu inson. Shunaqa holatlarda. Xo'p, o'xshaydimi? O'xshaydi. Qilayotgan amallari o'xshayapti. Xursandchilik, yanada yangi qarorlar, yangi g'oyalar o'ylayotganligi ko'rinyapti bu yerda. Rituallar qilayotganligi ko'rinyapti dushmaningizni. Holati unaqa yomon emas. Yaxshi holatda turibdi bu inson. Bugungi o'chirimimiz mana shulardan iborat edi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shaxsiy o'chirim uchun bemalol WhatsAppdan murojaat qilishlaringiz mumkin.